kuni post yozaman, stories qo'yaman, lekin natija yo'q. Hech kim kuzatmayapti. Va men bunga yechim topdim. Men o'zimni emas, auditoriyamning muammosini olib chiqishni boshladim. Auditoriyamning savollariga javob berishni boshladim. Hozirgi davrda eng muhim narsa, 2025-yilda eng muhim narsa bu like emas, balki fikr mulohazalar. Auditoriya bilan bo'lgan muloqot. Va siz ham o'zingizning sohangizga, yo'nalishingizga qarab auditoriyangizni qidiring. Maqsadli auditoriyangizni toping va ularning fikr mulohazalariga yarasha video joylang. Va sizda ham videoyingiz 10,000, 20,000 prosmotrlar yig'ishi mumkin. Sizga shu kabi maslahatlar kerak bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, videoim ma'qul kelgan bo'lsa videoimga like bosing va izohlarda keyingi darslikda nimani olib chiqishimni yozib qoldiring. Sizning izohingiz men uchun juda ham muhim. Don't claim your royalty.